Başqası yo'q. Bo'ldi, ortiq o'ylamang, ha. Bo'ldi, ortiq o'ylamang. Başqası yo'q. Qarang. Başqası yo'q, ha. Ortiq o'ylamang. Gullarni saqlab. Ya, bo'ldi. Men o'zim qo'yay bu o'rni. O'zim qo'yay. Bundan bundoq qilsam men o'zim qilay, ha. Ortiq o'ylamang, ha. Kechda birga qaytamiz juma uyga. Birdam aramaga turing. Yaxshimi? Qilamiz. Ha. Ha, ko'rpakmi? Vaqti. Voy. Ha. Yaxshi. Bundaqda men seni keyin o'zimiz deyman. Ma'qul. Mana undan olay. Manacha. Ha, 20 tom. Ha. Bo'ldi, qolsa. Evet, o'tdim-a? Ma'qul. Hey, beklang. Forma kiymabsiz-ku? Endi bu mening formamni siz boshqaramsiz. Esingizda bo'lsin. Mening xizmatimchi, ya turib kelgan mehmonlarni kutish bilan birga sizdek ishchi xizmatchilarning yurish-turishiga diqqat qilish. Uqdingizmi? Gerçi odatda ishimga aralashib meni boshqarganingiz bilan maosh kelganda mening degan. Esingizda chang tuting. Ma'qul, diqqat qilay. Meni bo'z cho'ngroq huquq tutib qolmabdi ekansiz. Desam, bu mening sizga deydigan gapim-ku deyman. Bu qaroblik kiymagan degan bir ishvalligini uqmamsiz deyman. Xizmatchi, sabab ko'rsatmaymiz. Mushta aytib. Voy bo'ldilar sizga qana foyda yo'q. Choy ichamiz, sizga og'ach kelgan. Xo'sh. Choy. Aymo. Ko'zingiz yomanda qizarib ketdi, kecha uy kirdingiz. Ashtabaq qizarib ketdimi? Menga kirma qarab baqay. Bu ashtabaq qizarib ketdimi? Bu chiroyingiz qarsilib kecha uxlamagingiz chiqib qopti. Nima ish qildingiz kecha? Voy shu oqshom bir do'stim bilan ko'rishgan. Kecha paranglashib uxlamadim. Shu mushta kelmandi. Makr ketaveray. Hey, qaytib keling. Nimada xizmat formasi bor. Churg'a berib almashtiring. Aytmang keling. Texnikani men satlab ketkazayotganman. Bu galda men chaqirib olg'im qiziqda. Subiga yordam qiling. Nima? Men uning qanday yordam qilaman? Tarbiya ko'rmagan. Bir odamga g'aji tushganda cho'qim uning o'tmishini so'rab bilish kerakmi? Siz mening o'quvchim. Bu da men degandek bir qiling-a. Nima? Siz texniklar, siz meni o'quvchim emas deyapmansiz? Lala. Ha, bo'ldi. Men sizga yordam qilaman. Biroq men sizga yordam qilishni kelganda chatga qilgan. Siz demasizlar, men unga yordam qilishni o'ylab harakatga o'tgandim. Chatga qilsin nima bo'pti? Qarab turib birini o'lib ketishiga mishta qarab turamdi. Nima? Sizni kim deb atqanligingizni bilmadim. Subek bir ish bo'ldimi? Subek. Nima jo'ylab atmaydigansiz?
Sübeylik beraş bo'lmagan ma'lum bu nimishib ket adam ansiratmasangiz-chi? Endi yordam qilmasangiz u rostla o'lib ketadi. Nima u zot nada u saqmi? U hozir saq. Akşam o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi u. Zot nimish bo'ldi, men bir tafsilroq deb bersangiz-chi? Helim yaxshi akşam qarab esib uyg'onib ketib ekanman. Suxonaga mangsam, Sübey oshxonada pichoq tutib turibdi. Kecha soat 1 bilan menga noshliq tayyor qilyapman deydi. O'ylab beqingmi? Onun hissiyatı, şirketidan o'zini o'ldirmoqchi bo'lganligini bildim. Sübey ergizim bunda qilmaydi, balkim siz ko'p o'ylab olgansiz. Men ikki ishdan qo'rqaman hali. Qaysi ish? Biri onun o'zini o'ldirib olishidan, yana biri mening uyimda o'lib qolishidan. Men bir kecha uxlamadim, bak qo'rqdim lala. Nima ishqoni uyimga akib olgandim? Agar biri shub qolsa, men qanday javob qilaman? Men tushundim. Men anam bilan bir ko'rishay ya. Yo'q, siz tushunmadingiz. Men uydagi pichoqlarning hammani tashlab etdim. Bo'ldi, men tamoq etmayman bundan keyin bu uyda. Akşam siz naq maydonda bo'lgan bo'lsangiz, onda mening hissiyatimni tushunatdingiz. Men tushundim, bildim. Men Sübey bilan o'zim bir aloqalashay. Sizning qanday ishingiz bo'lsa, men yordam qilay Lala. Biroq hozir vaqtni o'tkazishga qat'iy bo'lmaydi. Uning yanida, uning besimini yengiltadigan, o'tmishini paranglashadigan, uni xo'sh qo'llaydigan faqat sizlar bor. Bo'ladi. Men Sübeyning o'zini o'ltira olmasligiga kafolatlik qilaman. Biroq siz menga yordam qilishingiz kerak. O hayotli bo'lsa, men cho'qim sizga yordam qilaman. Anlasam, maktablarda o'zini tuzash operatsiyasini qilib etibdi. Operatsiya qilamdim. Chatoq yo'q. Naringiz ne? Men emas. Meni musholga kirgan Nigarni. Nigarni? Bu eski yaxshilik qilganingizmi? Yo'q. Qisas olganim. Nima? Uning faqat bir tal o'qimla xato ursangiz bo'ldi. Arz qilinganidagi barliq chiqimni o'zim to'layman. Uning ustiga bu ishni o'zingiz qilib, maktablarning obraziga daxl daraja yetkazishingizdan qilchi majdi yo'q. Men bir odam maktablarga avatman. Bu ishni u qilsin. Faqat bir tal o'qil xato ursa bo'ldi. Uning chiroyiga. Men qilamaydigan ishni meni majburlamang, Lala. Sübeyning jeni muhimmi, Nigarning chiroyimi? Sübeyning jeni. Undaqda ishlar meni deganimdek bo'lsin. Men o Nigar degan qizni qanday akilmab maktabga? Siz menga maktablarning e'lonini ta'minlab turing, uchurini. Men maktablarning e'lonini eng oldin qator turadigan o'zini tuzash maktabi deb e'lonlarni chiqaraman. Ondan u tabiiy sizni izlab keladi. Onun ustiga e'lon ketgan barliq chiqimni o'zim to'layman. Shunday qilish qarzimda. Nima? Acaba meni ikkita mushunchalik mo'jalish qarzimda? Siz Sübeyning uyingiz o'lib ketishini saqlab turmoqchimi yoki men Sübeyning hayot doktorman. O'chilish fursatining buncha tez yetib kelishini o'ylab boqmabdi ekanman. Men siz kafolatlik qilay, Sübeyga yetishmaydi. O'zingizni asrang olmang. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Tasam. Men tanib qolibsizda? Ha? Uydagilar rasmimizni avatibdi ekan. Shundaqmi qarsam xeyli zensilib qarag'anday tursiz. Endi to'yning ishi bo'lgandan keyin sal astoydil qarab saqlamaydi. Demsam shu albatta qarab yiqish kerak-ku. Sizning hozirgacha muhabbatingiz yo'qmi?
Siz biror qiz bola bilan uchrashishga chiqib boqmaganmi? Men ham demoqchi o'g'lim, bunday emas. Men deyman, ikkalamiz o'z ixtiyorimiz bilan chiqmoqda. Shunga mumkin bo'lsa bo'lgan gaplarni hammasi aniq deyotgan bo'lsa, gaplar ochiq oshkor ketgan bo'lsa. Rost gap qilsam-chi, menga nisbatan bu bir vaqt isrofchiligi xolos. Vaqt isrofchiligi. To'yga bek aldiroq qo'shmabsiz. Ha? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Qarang. Men xohlagan savolingizga javob berma, xohlamagan savolingizga javob bermayman. Bitta. Hey. Men odatda qarang. O'sha qizlarning eg'irligi sal ko'ngil bilmadan. Ammo bu qizlarning eg'irligini so'rash sal adabsizlik. Shunda qo'ysin eg'irligini so'rab baqam bo'lsa. So'ra. Necha kun chiqsiz? 5 tonna. 5 tonna. Eg'irligingiz 5 tonna. Egizligingiz-chi? Men ancha o'ylashdim. 5000 metr kelaman u deyman. İşiniz-chi? 5000 yaş? 5000 yaş? Liyazemden uzun ömür ko'rib boqishmabsiz? Albatta. Mencha bugun xili ko'ngillik paranglashtirib qo'ydi. Sizga shundan bilindimi? Bildim. Vay. Hoppa. Ha, xili bo'ladi ham qiz bor ekan. Yomon emasdi. Da, yaxshi paranglashdi. Ma'qul. Ma'qul. Mayli telefon qaytaring. Voy. Qaytib kelibsiz. İsmim Şeyda, boyungiz 1,68, eg'irligim 50 kilogram, bu yil 27 yoshga kirdim. Endi so'rashni o'tmoq kelganda. Hozir qizlarni faqat cho'ngil olmaydi ekan. Rost gap qilsam, bu xil usulda paralash boshqalarning xarakterini tushunish boshqacha bo'ldi ekan. So'rab baxsam, sizning eg'irligingiz qancha? Eg'irligimmi? Ham sizdek bek eg'ir olmasammi 50-60 kilo chiqami? Siz qizlardek yeni ekansiz o'g'il. Odamning tishi qarab baho bermaydi. Niye qaraymiz? Bo'ldi. Necha yoshga kirdingiz? Necha yoshga kirdingiz demsa? Qilgan ishlarimni, ko'rgan ishlarimni hisoblaganda sizdan uzun bo'lishim. Lekin saddiliq, oqko'ngillik kelganda 5-6 yosh desak. Boyingiznikingiz-chi? Boyingizligim 184 chiqami yo 5000 metr chiqamiz. Opam. Axir bo'ldigan bor ekan. Qaqillab deb so'zlar joyida ekan. Siz turib qaranglar. Meni boshqalar Rinatbay deb chaqirdi. Siz Rinat deysiz. Yaşım 29 yaş. Boyingizligim 184, eg'irligim 76 kilo. Ketmabsiz? Lazım. Tamaq yeyversiniz. Setayotgan haqning nomida biroq shu ishiltib turganda deb ishiltib o'tman. He botta. Lekin ma'rasini avassam subib bosh qo'yatmasmikan? Sadıqo, to'q yurakni aytaysan. Mushtalig'inda yenim qaytmagan juma emassan sen. Ammo shuna ko'nab qoldim xalaras. Shopirdan olataqa. He,
Onu mu dedin ama maqtım planı bek soqab səcin olsam. İkimizni boshqa adam saqlanmaydı ki bununla. Sen yaqinım bo'lib qolding qara. Bo'lmagan bo'lsa sen saqlamaydi. Voy. Dedin ama. He bo'pti, men saqabdiman. Ha bo'ldi, unda yo'lib etdim men mana. Nega yo'llading sen? Shu o'zim ayrim bir nomer ile Sübey yo'lladim. Muşnanga ben ayrım numara ilip yollaş gitem da. Ya Bər bir işkanla resmi tutsa var. Vay, qancha o'zim ozroq oyab qo'yish kerak-da uni. Ikki masala. Yürek degan nima yo'q qo'siniz. Unimi dedim, bunimi dedim, yo'lladim, yo'lladim. Yamancha qishqarishdi ekansan-chi. Mana qilay ko'rayapman. Mana yo'llab etdim. Bo'lganda Kas. Bapta. Nima yo'llasan işte ko'rslan bo'ldi qora. Qağa ishnimdi. Qo'rqmayman, sen borgina. Hay. 호해요. Kendim eke. Hatırlayma. Müsaade çok da. Benim hoş eke aldığınız ne? Bilektim ben eke. İlan. Ne bu eke? Sübey doğruluq paranlaşqan gaplarimiz esanmi? İsimde eke. Unutib ketdi. Neymiş eke? Ağzın qurun. Sübey bilan paranlaşqan gaplarimiz esanmi? İsimde. Unutib ketdi otimi. Ma'qul eke. Tamam. Ma'qul. Sübey mening yaqin og'aynim. O to'g'riliq hech kimning gap qilishiga ruxsat yo'q. Tushundingmi? Tushundim. Sirada chiqsam, qo'llansam pul berdi. Shundan boshlab hikoyalarning hech qanday munosib qolmaydi. Ma'qul eke. Tushundingmi? Tushundim eke. To'xta.